haj qilmoqchi bo'lsanglar, umra qilmoqchi bo'lsanglar, faqat Allohning yo'lida qilinglar degan Alloh subhanahu va taoloning Qur'oni Karimda oyati karimasi bor. Ya'ni bundan tashqari Qur'oni Karimda bir necha oyatlar bor haj haqida va bir necha oyatlar bor umra haqida. Shuning uchun birodarlar, mana bu masalan biz hozir bu yerda eshitib turgan odamlar yoki ko'rayotgan odamlar umrani masalasi, hajning masalasi ayniqsa bizni Qirg'izistondan juda oson, yengil bo'lib qoldi. Biz buni qadriga yetmaymiz osonligi uchun. Mana biz kecha choy ichib kelyapmiz, bir yerdan taksi so'rayapti. Taksining shofiri so'rayapti. Necha pulga keldinglar dedi, men tushuntirdim. Nimaga bunaqa arzon deyapti. Qanday qilib bunchalik deyapti. Tasavvur qiling, hozir kelgan yo'lingiz tasavvur qiling. Ba'zan Moskvaga uchib borsangiz 20 ming bo'lyapti bilet. Moskva kelayotgan yo'limizni 4dan biri. Lekin Alloh subhanahu va taologa hamd va sano aytish kerak, Allohga shukr qilish kerak. Biz pulimiz borligi uchun kelib qolmadik-da bu yerga. Siz bilan mendan boy odamlar ko'p. Siz bilan mendan sog' odamlar ko'p. Siz bilan mendan aqlli ko'p. Siz bilan mendan kuch-quvvati borlar bor, lekin nasib qilmayapti. Alloh taolo hammasiga ham nasib qilsin. Ikkinchi aytiladigan narsa, mana bu joyga kelgandan keyingi umrachilarning xatolari yoki yolqovliklari yoki kamchiliklari. Mana uni bizi jamoatimizga ham, boshqa jamoatlarga ham yetkazib qo'yish kerak. Umrachilarning eng katta xatosi Alloh taolo o'zi saqlasin riyodan. Hammamiz ham kuzatilyapti shunday narsa. Umrani ichida, umrani orasida faqatgina o'y fikrimiz bizni nima qilayotganimizni boshqalarga bir ko'rsatib qo'yishlik bo'lib qoldi shekilli. Mana e'tibor bersanglar, birinchi kelgan vaqtimizda tasvir juda ko'p edi. Hozir sal suratga olishni ozaytirdik. Kechqurunda bancha-banchasini kelib xiraroq chiqib qopti, boshqa ekan deb o'chirib qo'ydik. Bu suratdan biz agar riyo uchun olinayotgan bo'lsa so'ralamiz. Qani qarindoshlarim bir ko'rib qo'ysin meni qayerdaligimni desa albatta so'raladi. Chunki riyoni Alloh subhanahu va taolo shirkka barobar qilgan. Eslab yuraman, bularga ham targ'ib bo'lsin, da'vat bo'lsin degan maqsadda bo'lsa inshaalloh so'ralmaydi. Ular ham ko'rsa mana shu yerda kelishga harakat qilib qolarmikin, bir qalbi ochilarmikin, shunday bo'larmikin degan maqsadda suratga tushsak riyo bo'lmaydi xudo xolasa. Umrachilarda eng katta xatosi shu bo'lyapti. Faqat tasvir bilan avra, surat bilan avra. Bu yerda o'zbek, qirg'iz, tojik, rus millatining farqi bo'lmayapti. Ko'ryapsizlar haramda. Imom kirib kelyapsa yoki imom chiqib ketyapsa yoki ozon aytyapsa, yo shunga o'xshagan bir voqea bo'lsa, hamma millat, bu Bangladeshmi, oqmi, qorami, qizilmi, tillarini tushunmasa ham qalb bir xil ekanda odamda. Shuning uchun biz umrachilarimizga aytamiz, tasvirni kerak bo'lsa olaylik. Mana suratni kerak bo'lsa olaylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam la'nallohul musawwir degan hadis bor. Suratni chizadiganga la'nat bo'lsin degan. Agar jonlig'ini chizsa, yaxshiki ulamolarimiz aytishadi, chizsa deyapti qo'li bilan, suratga olsa emas. Biz suratga olishik harom demadik. Suratga olish mumkin emas demadik. Suratga olganda ibodat qabul emas demadik. Faqat riyo aralashtirmaylar. Faqatgina mana bu narsada nima qilmaylik? Riyoni aralashtirmaylik. Ikkinchi eng katta umrachilarda kuzatilayotgan xatolar, umrimiz bozorda o'tib ketyapti. Umrimiz bozorda o'tib ketyapti. Mana Madinada yurdik. Makkaga kelganimizga ham ancha bo'ldi. Bizning odamlarimiz 200 metr, 300 metr yerdan 5 riyal arzon ekan deb boryapmiz shunga. Shu qadamlarimizni Makkada tavofga ishlataylik birodarlar. Tavofda charchab qolyapmiz. Belimiz og'rib qolyapti, tizzamiz og'rib qolyapti. Bu yerda tavof qilarish kerak. Hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har bir tavofida oyog'ini qo'ysa savob yoziladi, oyog'ini ko'tarsa gunoh kechiriladi degan hadis bor ekan. Oyog'ini qo'ysa savob yoziladi, biyoyligi boshqa oyog'ini ko'tarsa nima qiladi? Gunohlari kechiriladi degan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadisi bor. Hamma narsani qilishimiz mumkin dunyoni boshqa yerida. Lekin tavof qila olmaymiz-da. Tavofni qayerda qilamiz desa, faqatgina Makkada qilamiz.